Barchaga assalomu alaykum. Mana sizlar bilan bugun 5-darsimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan aytib o'tganimdek fe'llarni ikkinchi guruhini o'rganamiz, ya'ni I gruppani. O'tgan darslarimda aytib o'tgandim, fe'llar, ya'ni glagoli ikkita gruppaga bo'linadi. Y gruppi bu ach va yachga tugaydigan so'zlar, istisno holatlari bor. Bularni aytib o'taman, ya'ni jadvalini tashlayman. Va ikkinchi gruppa I gruppa deb aytdim. Nimaga hozir bunaqa gruppalarga bo'lganimizni ham aytib o'taman. Bu bizda ichga tugaydigan so'zlar. Va bizda bu yerda ham istisno holatlari bor, ya'ni istisno so'zlari, bularni ham spisigini pastda tashlab o'taman, yodlab olishingiz uchun. Y gruppa nimaga aytildi, I gruppa nimaga aytildi? Aytgan bo'lsam, o'tgan safar yaga yu qo'shamiz dedim, tiga yesh, on anaga yet, miga yem, viga yeti va aniga yut qo'shamiz dedim. Bu yerda esa ya, ti, on, ana, ani, mi, vi. Mana shu olmoshlarga sal boshqacharoq qo'shimchalar qo'shamiz, tuslaganimizni, lekin bu ikkita gruppadagi fe'llarni tarjimasi bir xil bo'ladi, hech qanaqa o'zgarishi yoki ishlatishda qanaqadir o'zgarishi yo'q. Faqatgina salgina boshqacha qo'shimchalar qo'shiladi bu gruppadagi fe'llarimizga. Например, kurit so'zini oladigan bo'lsak, kurit. Bu ichga tugayapti. Biz bu yerda играть so'zini oluvdik. Bu yerda bitta harf olib tashlaymiz dedim. Bu yerda esa bitta harf emas, ikkita harf olib tashlashimiz kerak ekan. I bilan T'ni va mana bu qo'shimchalarni qo'shishimiz kerak ekan. Yaga yu qo'shamiz, ya kuryu bo'ladi. Ya kuriyu demaymiz, i'ni ham olib tashlayapmiz bu yerda, ya kuryu. Ты куришь. Он, она курит. Они курят. Мы курим. Вы курите. Вы курите. Yu qo'shildi, bu yerda ish qo'shimchasi qo'shildi. U yerda yesh qo'shilganda yedan bu yerga i'ga o'zgardi. Ye i'ga o'zgardi, o'shaning uchun bu I gruppa. Bu yerdagi hamma y harflari bu yerda i'ga o'zgarib ketdi. Faqat bu yerdagi yut yatga o'zgardi. Kurim o'tda yem imga o'zgardi. Bu yerda o'tdagi yeti itga o'zgardi. O'shaning uchun bu I gruppa deb ataladi, bu Y gruppa deb ataladi. Tuslanishda farqi bor salgina. Keyin bu yerda yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Agar mana shu qo'shimcha qo'shishimizdan oldin mana bu yerda kelayotgan undosh harfi j, ch, sh yoki sh bo'ladigan bo'lsa, ulardan keyin yu kelmaydi hech qachon va ya kelmaydi. Yoki u bo'lishi kerak bu yerda yuni o'rniga. Bu yerda esa bu yerda esa a bo'lishi kerak. Masalan, oladigan bo'lsak, boshqa fe'l olamiz. Tak. Masalan, oladigan bo'lsak, speshit degan so'zni olamiz. Speshit. Bu shoshilmoq. Speshit itni olib tashlaydigan bo'lsak, agar bu yerda spesh so'zi qolyapti. Speshga endi qo'shamiz. Ya speshu bo'lmaydi-da, ya speshu. Chunki shdan keyin yu kelmaydi. Mana bu sh, j, ch, shli yu bilan ya bilan kelishmaydi. U harflardan kelishmaydi, undan keyin u kelish kerak bo'ladi. Keyingisi ты спешишь, bu yerda o'zgarish yo'q. Так, он, она спешит. Bu yerda ham o'zgarish yo'q. Mana bu yat, ya kelmaydi, shdan keyin at bo'lishi kerak. Они спешат. Спешят bo'lmaydi-da, спешат. Мы спешим. Bu yerda ham o'zgarish yo'q. Вы спешите.
Bu yerda ham o'zgarish yo'q. Faqatgina agar mana shu j, ch, sh, shligi tugaydigan bo'lsa, agar so'zimiz, mana bu oxiridagi ikkita harf olib tashlaganimizda, bu yerda birinchi yadan keyin keladigan fe'limizga yu emas, u qo'shishimiz kerak bo'ladi va anidaga yatmas, at qo'shishimiz kerak bo'ladi. At. Faqat shu yerda eslab qolishimiz kerak, chunki bu harflar yu, ya bilan kelishmaydigan harflar. Endi sizlarga yana bitta narsa tushuntirib beraman. Bu много, мало va ne so'zlarini, qo'shimchalarini gaplarda ishlatish. Много. Bu nima degani? Bu degani ko'p degani. Ko'p. Mало. Bu nima degani? Bu to'g'ri, kam degani. Va ne bu bizga inkor shaklini, gapdagi inkor shaklini emas degan qo'shimchasini qo'shishga yordam beradi. Inkor shaklini, ya'ni minus shaklini bizga hosil qilishga yordam beradi. Endi qaranglar, buni hozir biz sizlar bilan fe'ldan oldin keladigan holatini ko'rib chiqamiz. Например, я работаю. Fe'ldan oldin agar mnogani qo'yadigan bo'lsak, я много работаю. Я много работаю. Fe'ldan oldin boshqa joylarda ham kelishi mumkin, lekin biz sizlar bilan hozir fe'ldan oldin, именно fe'lga yo'naltirilgan ish jarayoniga работаю, ko'p ishlayman. Hozir faqat shu holatini ko'rib chiqamiz. Endi malani qo'yadigan bo'lsak, ты мало. Ты мало что делаешь? Отдыхаешь deydigan bo'lsak ekan, отдыхаешь. Sen kam dam olasan. Tak, и ne qo'shimchasi ham fe'ldan oldin keladi. Kelinglar, bunga ham bironta misol tuzib ko'rsataman. Tak, например, они не гуляют. Ular sayr qilishmayapti. Bu biz hozir mana shu много, мало, не qo'shimchalari bilan gaplar tuzishni o'rgandik. Fe'ldan oldin keladigan holatini ko'rib chiqdik. Xuddi shu tarzda sizlar ham gap tuzasiz va menga yuborasiz. Demak, hozir sizlarga bu gap tuzish, bunaqa gap tuzishni ham strukturasini tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib ega keladi. Keyin bizda много, мало, не, много, mало, не va undan keyin kesim va undan keyin qanaqadir qo'shimcha, qayerda nima qilyapti yoki qachon nima qilayotganini aytmoqchi bo'lsak, undan keyin qo'shishimiz kerak bo'ladi. Shu tarzda gap tuzamiz. Bugungi darsimiz ham shu bilan tugadi. Ikkinchi gruppaga aloqador fe'llardan ham 5 ta sizlarga tashlayman. Ularni ham yaxshilab yodlab, shu tarzda tuslab chiqishingiz kerak bo'ladi va ularga ham gap tuzamiz va bugungi mavzuni mustahkamlash uchun sizlarga mashq yuboraman. O'sha mashqni ham bajarib, menga yuborishingiz kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz shu bilan tugadi. Sizlar bilan keyingi darsda Xudo xohlasa ko'rishamiz.